Hadi, yana 6 ta shtraf ketdi. Ha, harakat. Yana shtrafga tushunmanmi? Ochib ko'rchi bolam, nimaga tushunma? Hozir hadi. Nima shtrafli ekan bolam? 4 ta palasi 2 ta remega tushibsizlar. Ha, bu bolam meni ko'zlarim yaxshi ko'rmasa, palasaga deysanmi? Ha, remen topsam, meni yuragim operatsiya bo'lgan. Meni bo'g'adi-ku. Uni siz bilan men bilamiz hadi. Menimcha, bu kamerani qo'ygan tadbirkorlarga bunaqa narsalarni qiziqib bo'lmasa kerak. Ularga qizig'i yo'q deysanmi? Bu yoqqa yur. Men senga bittasi ko'rsataman. Mana, xaladilingni ko'r. Ichi bo'm-bo'sh. Oddiy xalq naqsin. Shtraf to'lasinmi yo'q qonuni to'lg'asinmi? Ayt menga, ayt. Hadi, o'lib ketsa shu shtrafi. Bir amallab to'laymiz bizni. Siz asabiylashmang unaqa, sizga mumkin emas-ku. Qarab qilib asabiylashmay bolam. Uyga gaz yo'q, limit qo'yib qo'ygan. Svet yo'q, limit qo'yib qo'ygan. Bu rasxodlardan qarab qutulamiz bolam. Ayt menga, ayt. O'lib qutulamiz hadi. O'lib. Sizchi siz? Ha, siz hozirgi kunda xuddi shu muammoda siz ham qiynalyapsizmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.